Shu videoni o'zida 3 xil xonani obzor qilib beraman, narxlar bilan aytaman, oxirigacha ko'ring. Xo'p, shkafi, nimasi, televizor, Wi-Fi hamma narsa bor. Dush sanuzel mana. Hamma narsasi bor. O'tiradigan xon taxtalarigacha bemalol mana shu tabiatda o'tirasizlar, maza qilib. Mana ro'paralaman. Xo'p. Endi undan keyingi xonani ko'rsataman. Bu xona 600 ming so'm hozir noyabr oyining oxirigacha. Skidkaga ketyapti-da, skidkada 600 ming so'm. Xo'p, bu xonani ko'rsataman. Xo'p, mana bu 8 kishilik xona. Hamma sharoitlari bor buni ham. O'tiradigan joylari ham o'zigacha tog'ga qarab o'tirasizlar. Xo'p, batan mana ovqatlarni o'zini xonasida pishiraverasizlar va dush sanuzeli mana. Xo'p, bu xonamiz 1 million so'm. Hozir bundan keyingi xona dahshat. Arzon qilib beraman. Vobshe maza qilib olasizlar choyxona narxi. Xullas filan bundan keyingi xona. Xo'p, mana ketdi mana. Yonidagi qaranglar. Mana shu xona 10 kishilik. Oy mana. 10 kishilik xonani 800 ming qilib beraman. Noyabr oxirigacha mana dush sanuzel hamma narsasi bor bunda. 800 ming qilib beraman. Bitta choyxonaga kelib, mashina yarimchalik xonani olsangiz ham 500 ming so'm olib beryapti, oddiy choyxona. Albatta 800 ming so'mga 24 soat damda olib, uxlab, 3 mahal ovqatlar qilib, maza qilib ketsalaring bo'ladi. Bu kottejlarimizni o'zingiz bilasiz endi. Kottejlar 1 milliondan hozir noyabr oxirigacha ketdi 10 kishilik o'sha kottejlar. Ana skidka sizlarga. Hop, endi 3 kishilik eng arzon xonamizni ko'rsataman. Bu ham mana qarang. O, yig'ishtirilmabdi xona. Hop, bu xonamizni 400 mingdan qilib beraman. Bemalol kelib damda olib, mana dush sanuzellari ham bor. Hammasi xullas e'lon dush sanuzelli. Hop, sizlarni yaxshi ko'raman. Skidkalarga, narxlarga like bosib bersizlar. Assalomu alaykum.